Shu ko'rayotgan qasr xonadoninglarni narxini belgilashda qiynalyapmiz. Kim qancha narx belgilaydi? Faqat xolisona fikringlarni kommentariyaga yozib ketinglar. Ko'chalarga ham bitta e'tibor bering. Asfalt qilingan tupik elitniy mahallamizda joylashgan. Xonadonimiz sizga yoqishi aniq. Oldindan kelishib olaylik. Bitta like bosib qo'yasiz. Uyimizning fasad qismiga 100% sifatli mahsulotlar ishlatilgan ekan. Xonadonimizning hovlisi ham kengina, e'tibor bering. Darvozaxonalari uzun. Bemalol 3 ta mashina sig'dirsangiz bo'ladi. So'kinlariga bo'lsa original toshlar ishlatilgan ekan. Ichkariga kirishingiz hol bilan boshlanadi. Birinchi qavatini o'zida 2 ta xona, oshxona hamda 2 ta yuvinish xonalari qilib ketilgan. Uyimizning ichiga siz 3 ta eshikdan kirsangiz bo'ladi. Eshik va oynalariga 100% termoromlari o'rnatilgan. Ikkinchi qavatida yana 3 ta xona joylashtirilgan. Bundan tashqari yana 2 ta yuvinish xonalari hamda o'zini terrasa qismlari bor. Uyimiz 2,5 sotikga qurilgan 5 ta xona. Xonadonimizning podvol qismi yaxlit. Bu uyimizni siz qanchaga baholadingiz? Uyimiz Sergeli tumani, Qo'yliq massiv 5, Arinter Qiyot metrosi, katta yo'ldan 50 metr kirganimizda joylashgan.